nimaga yaxshi ayollarga mas'uliyatsiz erkaklar uchraydi? Chunki ularni hayotda missiyasi yaxshi ayol bo'lishda. Yaxshi ayol nima qiladi? Muammolarni hal qiladi, yelkasiga hamma mas'uliyatni oladi, farzand tug'adi, qaynonani xizmatini qiladi, erni hamma muammosini hal qiladi, kerak bo'lsa pul topadi, kerak bo'lsa hammasini qiladi. Ha, bunaqa ayolni oldiga kim kelish kerak? O'zini eplay olmaydigan, o'zini boqa olmaydigan, muammolarni hal qila olmaydigan erkak o'lib ketmasligi kerak-ku. Shuning uchun bunga shunaqa ayol uchraydiki, shu odam o'lib qolmasin, shuni vazifalarini ayol qilsin. Tushunyapsiz-a? Haligi yoshligimizda paxmoq qizni baxti deyilardi-da. Qo'ldan hech nima kelmaydigan ayollarga Xudoyim bir hamma yo'qni eplaydigan erkaklarni yuborar ekanda, shuni teskarisi mana shu paxmoq erkaklarga hamma yo'qni uddalaydigan yaxshi ayollar kelsa kerak-da.